Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun Kia Sportage mashinasi olib qo'yganmiz. Bu Kia Sportage mashinasiga qilib bergan ishimiz, bilsalaringiz, mashinasini pultdan qulagan vaqti 4 ta oynasini ko'tarmaydi. O'sha 4 ta oynalarni pultdan ko'taradigan qilib berdik. Oynalarni tushirib olamiz. Bunga oyna ko'taradigan relay qilib, 4 ishladigan qilib berdik. Hozir ko'rib ishlatib ko'ramiz. 4 oynalarni tushirib oldik. Pultdan bosib tursangiz, ikkita oldingizni birdan ko'taradi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastga nomer qoldiramiz. O'zingiz aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa sifatli qilib beramiz. Rahmat hammaga.